Bir kuni masjidga imom domla huzuriga bordim. Domla bir ish bilan chiqib ketgan ekanlar. O'tirib kuta boshladim. Masjid oldidagi kaftdekkina joyga choy qoldig'i to'kilgan ekan. Xunuk ko'rinib turgani uchun bekor o'tirmay deb supurgini olib ishga tushdim. Choy qoldig'i bahona xiyla joyni bir pasda tozaladim. Chiqindini chelakka solayotgan edim, domla kelib qoldilar. Hormang dedilar, jilmayganicha. Keyin ko'zlarini bir nuqtaga tikib jim bo'lib qoldilar. Ishni yakunlab, usti boshimni qoqib domla bilan so'rashdim. Sizni bu holatda ko'rib, bir voqea yodimga tushib ketdi dedi. Domla menga o'tirishga joy ko'rsatib, choy uzatar ekan. 70-yillar oxiri edi. Buxoro madrasasida o'qirdim. Ko'pchilik bolalar qatori madrasa hujrasida turar edim. Bir kechasi hojat uchun tashqariga chiqdim. Hojatxonaga kirib, avval qo'rqib ketdim. Keyin lol bo'lib qoldim. O'zini tanitmaydigan darajada yuzlarini ro'mol bilan o'rab olgan bir kishi hojatxonani tozalardi. Meni ko'rdi-da, tezda tugatib jo'nab qoldi. Ertasi kuni bolalarga bo'lgan voqeani aytib berdim. Ularning ichida ham bir necha kun avval xuddi shunday voqeaga shohid bo'lganlar bor ekan. Bolalar bilan kelishib poyloqchi qo'ydik. Tun yarmiga borganda tashqarida hushtak chalindi. Yugurib chiqdik. Haligi kishini ushlab, yuzdagi niqobini olib qarasak, qarshimizda madrasamiz mudiri turardi. Bir qo'lida supurgi tutib turgan ustozimiz qarshisida qotib qoldik. Domla, shu ishni bizga aytsangiz bo'lmasmidi dedik. Xijolatdan muzday terga botib, savobchi, bo'lmasa yarim tunda uyqudan qolmay kunduzi odamlar ko'rsin deb qilingan ish ro'yo bo'lib qolmaydimi? Bizning qalbimizni anglab bo'lmas hayajon qopladi. Domlamizning qo'lidagi chelakka qo'l uzatsak, bosh chayqab, savobi tugal bo'lsin dedilar. Bu voqea bolalarga qattiq ta'sir qildi. Shundan keyin madrasa mudirining ishiga o'xshash kimlar qilayotgani noma'lum xayrli ishlar tez-tez sodir bo'la boshladi. Bir kuni yetim bir talabaning yostig'i ostida pul chiqdi. Pulning egasi kimligini, pullarini qaytib olishini qanchalar qattiq o'tinmasin, bu yaxshilik egasi o'zini sir tutdi. Yana bir tongda bomdod namoziga turgan talaba yigitlar dorda o'zlarini oppoq qilib yuvilgan kiyimlarini ko'rishdi. Bir olis yurtdan kelib tahsil olayotgan talaba o'zining eskirib yirtilayozgan ko'ylagi o'rnida yangi ko'ylakni ko'rib ko'zlari yoshlandi.